Assalomu alaykum, hurmatli video dars kuzatuvchilari. Navbatdagi darsimiz magistratura bo'limi uchun boshlang'ich ta'limda nutqiy va lingvistik kompetensiya deb nomlanadi. Ushbu ma'ruzamizni ikkinchi mavzu asosida boshlaymiz. Demak, ma'ruzamizning nomi til va uning asosiy bo'laklari. Demak, ushbu mavzuni 4 reja asosida ko'rib o'tishni maqsadga muvofiq deb bilamiz. Demak, birinchi rejamiz til tushunchasining ilmiy nazariy asoslari, ikkinchi rejamiz tilning jamiyat hayotidagi vazifalari hamda ahamiyati, tilning asosiy bo'laklari va ularning o'zaro munosabati bu uchinchi rejamiz hamda to'rtinchi rejamiz til bo'laklarini o'rganishning ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyati. Demak, hammamizga ma'lumki, til insoniyat jamiyat taraqqiyotining eng muhim ijtimoiy hodisalardan biri hisoblanadi. U insonlar o'rtasidagi aloqa vositasi bo'lib xizmat qiladi. Balki tafakkur, madaniyat va ma'naviyatning shakllanishida ham hal qiluvchi muhim rol sifatida xizmat qiladi. Til orqali inson o'z fikrini ifodalaydi, atrof muhitni anglaydi, jamiyat bilan munosabatga kirishadi. Shu bois til nafaqat lingvistik hodisa, balki ijtimoiy, falsafiy va madaniy hodisa sifatida ham o'rganiladi. Til insoniyat tarixida jamiyat bilan birga vujudga kelgan va jamiyat taraqqiyoti jarayonida takomillashib borgan murakkab tizimdir. Til tushunchasiga ilmiy adabiyotlarda turlicha ta'riflar berilgan bo'lsa-da, ularning barchasini umumlashtirilgan holda tilni kishilar o'rtasida fikr almashinuvini ta'minlovchi muayyan qonun-qoidalarga asoslangan belgilar tizimi sifatida ta'riflash mumkin deb qaraladi. Tilning asosiy belgilaridan biri uning ijtimoiy xarakterga ega ekanligidadir. Til alohida shaxs tomonidan yaratilmaydi, balki butun jamiyat tomonidan shakllantiriladi va rivojlantiriladi. Har bir avlod tilni avvalgi avloddan meros qilib oladi va uni o'z davri ehtiyojlariga mos holda boyitib boradi. Til tafakkur o'zaro uzviy bog'liq tushunchalardir. Tafakkur insonning fikrlash faoliyatida bo'lsa, til ana shu fikrni moddiy shaklga keltiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Inson tafakkuri til orqali namoyon bo'ladi va til tafakkuri rivojiga xizmat qiladi. Shu sababli tilni o'rganish inson tafakkurining rivojlanish jarayonlarini tushunishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tilning boyligi va mukammalligi jamiyat a'zolarining fikrlash darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Til jamiyat hayotida bir qancha muhim vazifalarni bajaradi. Eng avvalo, u kommunikativ vazifani bajarib, insonlar o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydi. Bundan tashqari, til kognitiv vazifaga ega bo'lib, borliqni anglash va bilimlarni avloddan avlodga yetkazish imkoniyatini ham beradi. Til shuningdek turli xil vazifalarni ham bajaradi. Ya'ni xalqining tarixiy tajribasini, madaniy boyliklarini va ma'naviy merosini o'zida saqlaydi. Tilning ekspressiv vazifasi orqali inson o'z hissiyotlari va munosabatlarini ifodalaydi. Ushbu vazifalar tilning jamiyat hayotidagi beqiyos ahamiyatini ko'rsatadi. Til murakkab tizim bo'lib, u bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lgan bir qancha asosiy bo'laklardan tashkil topadi. Ushbu bo'laklar tilning ichki tuzilishini tashkil etadi va tilshunoslik fanida alohida bo'limlar sifatida o'rganiladi. Tilning asosiy bo'laklari bir butun tizimni tashkil etib, ularning har biri tilning muayyan jihatini yoritadi. Bu bo'laklar o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib, birining rivoji boshqasining taraqqiyotida bevosita ta'sir o'tkazadi. Tilning eng quyi bo'lagi tovush tizimi hisoblanadi. U nutq tovushlarini o'rganishni nazarda tutadi. Tovushlar tilning moddiy asosini tashkil etadi. Tovushlarsiz so'z, so'zlarsiz esa nutq mavjud bo'la olmaydi. Tovush tizimi tilning fonetik jihatini belgilab, so'zlarning talaffuzi va eshitilishida muhim rol o'ynaydi. Tovushlar muayyan qonuniyatlar asosida birlashib, so'z va morfemalarni hosil qiladi. Tilning navbatdagi muhim bo'lagi so'z va uning ma'nosini o'rganishga oid qatlamdir. So'z tilning asosiy birliklaridan biri bo'lib, u ma'lum tushuncha yoki hodisani ifodalaydi. So'zlar jamiyat taraqqiyoti davomida boyib boradi. Yangi tushunchalar paydo bo'lish bilan yangi so'zlar yuzaga keladi. So'z boyligi tilning rivojlanganlik darajasini ko'rsatuvchi muhim mezon hisoblanadi. Har bir tilning leksik boyligi o'sha xalqning hayot tarzi, mashg'ulotlari va dunyoqarashini aks ettiradi.
til tuzilishida grammatik qatlam ham muhim o'rin egallaydi. Grammatik tizim so'zlarning o'zaro bog'lanishi va gap tarkibida qo'llash qoidalarini belgilaydi. Grammatika tilning tartibli va tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. Grammatik me'yorlar buzilgan nutq mantiqsiz va tushunarsiz bo'lib qoladi. Shu sababli grammatik tizim tilning barqarorligini saqlab turuvchi muhim omil hisoblanadi. Tilning yana bir muhim bo'lagi nutq bilan bevosita bog'liq bo'lib, u til birliklarining amalda qo'llanish jarayonini ifodalaydi. Til imkoniyat, nutq esa shu imkoniyatning ro'yobga chiqishidir. Til umumxalq mulk bo'lsa, nutq individual hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Har bir inson til birliklaridan o'z ehtiyojiga ko'ra foydalanadi. Bu esa nutqning xilma-xilligini yuzaga keltiradi. Tilning asosiy bo'laklarini o'rganish ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Tilning ichki tuzilishini chuqur anglagan o'qituvchi til birliklaridan ongli ravishda foydalanadi hamda uning nutqi aniq va ravon bo'ladi. Ayniqsa boshlang'ich ta'lim bosqichida til bo'laklari haqida dastlabki tushunchalarni shakllantirish o'quvchilarning keyingi ta'lim bosqichlarida muvaffaqiyatiga zamin yaratadi. Til bo'laklarini o'rganish nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda xizmat qiladi. Til va uning asosiy bo'laklari haqidagi bilimlar o'quvchilarda ona tiliga nisbatan ongli munosabatini shakllantiradi. Tilning murakkab va mukammal tizim ekanligini anglagan shaxs unga e'tibor bilan qaraydi. Adabiy me'yorlarga rioya qilishga intiladi. Bu esa nutq madaniyatining yuksalishiga olib keladi. Tilni ilmiy asosda o'rganish shaxsning umumiy madaniy saviyasini oshiruvchi muhim omil hisoblanadi. Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, til insoniyat jamiyatining eng muhim ma'naviy boyligi bo'lib, uning asosiy bo'laklari tilning ichki tuzilishini tashkil etadi. Til va uning bo'laklarini chuqur o'rganish shaxsning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, nutq madaniyatini yuksaltiradi va milliy ong shakllanishiga xizmat qiladi. Tilni anglash va e'zozlash jamiyat ma'naviy taraqqiyotining muhim sharti hisoblanadi. Hurmatli video dars kuzatuvchilari, aynan mana shu ma'ruzalar orqali uyga vazifa sifatida qo'shimcha ma'lumot topib, o'rganib kelish topshiriladi. Keyingi darsimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.